Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Hammaga xayrli kun. Bugun 11-mart sanasi 2026-yil. Mana o'sha bioreaktorlarimiz, chuvalchalarimiz ishlash jarayoni. Mana bunaqangi hozir bizda zakasimiz bor edi. Qarmoq do'konlariga so'rashdi. 40-50 tadan chuvalchani solib, qarmoq do'konlariga, baliq ovchilarga chiqaryapmiz. Kimda kim biogomiz qilmoqchi bo'lgan insonlar ham ko'p edi. Aloqaga chiqishga, yomg'irli havoni o'tib ketishini kutyapmiz. Yelagimiz ham tayyorlayapmiz. Zakasimiz bor. 15 tonnaga biogomizga va biogomizda ham chiqazamiz. Endi hozir sizlarga mana chuvalchalarni ishlash jarayonini ko'rsatay. Zichlik, ya'ni qiziqqan insonlarga qanday holatda, qanaqangi zichlikda bo'ladi. O'zing soyangda olsang mana to'lib yotibdi. Mana shunaqa zichlikda olib borib qo'yib beramiz. Sizlar ham shug'ullanaverasizlar. To'lib yotibdi. Qizarib ketdi, qizarib. Tez bularni xaltachaga solish kerak, terib solamiz. Qisqasi, biogomiz kerak insonlar ham, chuvalcha kerak bo'lgan insonlar murojaat qilaverasizlar. Yetkazib beramiz, boramiz, o'rgatamiz va ertaga chiqqan biogomizlarimizni o'zimiz qaytib sotib olamiz. Like bosishni unutmaysizlar.